Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, hozirgina rentgen tekshiruvlarni o'tkazib keldik. Ayolimiz aynan bitta farzandlari bor, 3 yosh farzandlari va shundan keyin homila bo'lmayapti deb biz oldimizga kelgandilar. Biz tekshiruvlar o'tkazdik. Tekshiruvlar o'tkazganimizda aynan ayolimizni rentgen tekshiruvida bachadonlarida umuman yopiqligichada chap turba olib tashlangan. O'ng turbalarida esa ozgina o'tkazgandek bo'ldi, lekin ikki tomon ham umuman yopiq. Ya'ni quyilish yo'q. Shuning uchun farzand bo'lishi qiyin bo'lyapti. Shuning uchun agar ikkilamchi bepishlik, birlamchi bepishliklar bo'layotgan ayollarga eng ko'p aytadigan narsam tekshiruv usuli va rentgen tekshiruv usuli hisoblanadi. Hozir mana bu yerda xulosaga yozib berdim. Bachadonlarida umuman o'tkazuvchanlik yo'q deb yozib berdim. Bunaqa holatda to'g'risi ko'proq muammoli holat hisoblanadi. Agar ikki tomon to'liq yopiq bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha biz ekoga aniqlamiz. Murojaat qilamiz, ya'ni eko qilish kerak deb aytamiz.